qizarib ketadi. Suv to'plangan. Qoringa shu suv to'planib qoladi. Erkakning boshiga dard kelsa, har joydan najot qidiriladi-yu, ammo najot topilmagandan keyin oxirgi chorani qo'llab ko'rdim, umidim so'ndi degan xulosadan oxiri yo'q. Biz hozir xonadoniga kelgan Behzodjon aka 45 yoshda 1 yil avval mana shu joylarni o'zim qarab parvarish qilardim, lekin jigarimda muammo paydo bo'lib, rakni 4-bosqichi aniqlangandan keyin quvvatsizlanib, hech narsaga yaramay qolgandim deydi. Gepomer mahsuloti qabul qilingandan keyin esa 15 kunda o'zgarishlar paydo bo'la boshlaganini ularning o'zi bizga so'zlab berdi. Bugun hayot sifati yangi bosqichga o'zgaryapti. Behzod aka dedingiz, ha? Behzod. Behzod aka, kasallik qachon boshlandi sizda? Shu o'tgan yil shu oktyabrdan boshlandi. Oktyabrda bilib nima qilib qoldim shuni. Qanday bilib qoldingiz? Endi pochkam shamollaganda davolanib yotuvdim. Keyin o'shani bir o'ziga tushib ko'raychi dedim. Natijalari esa o'zicha aytib qoldi. Siroz boshlanib qolibdi dedi. Kim vaqti nimaga kelib doktorimga yotib davolandim. Endi yaxshi bo'laman, o'sha uzoq shu 2 hafta. 2 haftadan keyin yana o'sha boshlayveradi yana. Holsizlik, nimalar bo'ladi. Faqat holsizlik emasdir, boshqa belgilar ham qiynalgandir. Holsizlik, nimalari bor, analizlar baland chiqadi. Analizda baland chiqadi. Nimalar o'sha qizarib ketadi. Suv to'plangan. Qoringa shu suv to'planib qoladi. O'shandan keyin Suv oldirganmisiz hech? Yo'q. Faqat Vereshpiron ichaman. O'shanda yo'qoladi. Ko'ngil aynish bor. Yo'q. Ko'ngil aynish shunaqa narsa yo'q. Faqat nima o'sha gipomerni ichgandan keyin o'sha birinchi oy ichishni boshlaganda nima bo'ldi, holsizlik yo'qoldi. Jigaram osilib qolganga o'xshab nima bo'lardi. Nima bo'lgan o'zini yana nima qildim, bari ehtiyot qilib yurdim. Lekin tetiklashganingizni his qildingiz. Tetiklashganini his qildim. Doktorga o'sha analizlar nimasini jo'natdik. Yaxshi natijalar berdi. Birinchi nima qilganda o'sha asid suvi 500-600 ni shunaqa bor edi. Yarim litr undan ko'ra ko'proq, ha? Yarim litrdan ko'proq. Buni nima qilgandan keyin bir 15 kuncha ichgandan keyin bitta o'ziga tushdim. 100-150 bo'lib qolibdi. Sekin pasayib ketyapti ekan. Ular nima qildingiz dedi. Men dori ichyapman o'sha gipomerdan. Yaxshi ta'sir qilibdi dedi. Shu yaxshi bo'lib, yaxshi tomonga nima bo'ldi? Yana qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? O'zgarishlar endi quvvatga qaytdingiz, ishtaha quvvatga qaytdim, ishtaha yaxshi. O'sha parhezda yuribman. Gepatit B ni aniqlaganingizga necha yil bo'lgan o'zi yuqtirilganiga? 97-yili armiyadan kelgandan keyin 98dami shuni nima bo'lgan. Mazam qochib, undan keyin nimadan infeksiyada yotib, 3 oy yotib yaxshi bo'lib ketgan. Undan keyin bilingan yo'q edi, o'sha o'tgan yili kuzda o'sha pochka nima qilganiga, men pochkada yuraveribman, jigaram nima bo'lgan ekan. O'sha ishib nima vibratsiyam baland chiqdi, 28 chiqdi. Keyingi topshirganda 13 mi chiqdi? 13 chiqib nima qildi? O'sha 15 kun ichida bo'layotgan narsa men qiziqib ko'raman-da, sog'lig'imga tursa nima qildim? Shuna chiqdi. Endi buni kelib turib
nimada taksida unutib qolibman. Endi o'zim nimamda esimda bor. O'sha hamda nimalarim. Yaxshi bo'ldi, yaxshi tarafga. O'zingiz ham xursand bo'ldingiz O'zim natijalardan. xursand bo'ldim, yaxshi, Xudoga shukr dedim. O'shanga Boshqalarga ham endi tavsiya qilayotgandursiz. tavsiya qilaman, o'sha ichinglar yaxshi bo'lar ekan deb. Gruppaga kirib yozib nima qilib turaman. Ha, gruppada ham maslahatlar berib turasiz, tavsiyalar berib. Ha, shu qanaqa ta'sir qildi ichganlar bormisa, men shu yaxshi ta'sir qildi menga endi deb aytib nima qilib turaman, yozib. Qayerdan eshitdingiz bu mahsulot haqida? Buni apam nima qilishdilar, shu Telegramga kelib qolishgan ekan. Ular menga tashlab yubordilar. Keyin shunaqalar bilib nima qilishdilar, keyin apam doktorga telefon qilishdilar. Keyin borib maslahatlashib nima qildik, keyin zakaz berdik, buyurtmani berdik. Keldi olib ichib. Ma'lum, Xudoga shukr yaxshi. Shu bemorlarga tavsiya qilaman, ichinglar, yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Endi menimcha erkak kishi uchun uyga muhlab qo'yadigan darddan og'ir bo'lmasa kerak. Shunaqa. O'tgan yildan beri deyapsiz, mana 1 yildan beri Bir yil. o'zingizdan o'tganini o'zingiz bilayotgan bo'lsangiz kerak. Bilaman. Ayniqsa endi haligi oilani boquvchisi degan jumlalar qo'shib aytiladi erkak kishiga. Undan tashqari endi jigar sirrozini 4-bosqichi degan tashxis. Fibrasiga baland chiqqan. Endi men yaxshi bo'lib ketarmikan deb yurdim. Shu keyin fibrasiga nimasiga tushganda shu pasayibdi. Ancha pasayibdi. Bu hazil nima bas endi bu. Xudoga shukr dedim. Umidni ham uzib qo'yadi-da endi ko'pchilik. Ha, endi hafsala pir bo'lib qiziqish qolmaydi. Qiziqish qolmaydi, nima qilib dorilar ichib yuraverdim. Vaqtincha bular ham. Antibiotik nimalar. Hozir bu ichyapman. Xudoga shukr yaxshi. Bardavom bo'lsin. Bardavom aytgansiz. Endi uyingizdagilar ham, atrofdagilar ham xursanddir natijalaringizdan. Xursand bo'lishib, o'zlari ham nima qilishdi. Endi Andijonga bordim, Qirg'izistonga, issiq kunlargacha borib, o'sha tuya sutlarini ichib, nimalargacha borib nima qilib keldim. Endi u ham nima yo'q, foyda ekan, unaqa gipomerchalik emas. Men birinchi nima qilmovdim, bu ham anaqa ximiya desam yo'q. Hamma nimalari giyohlardan ekan, tabiiy ekan, o'shaning uchun qiziqdim. Qiziqib nima qildim, Xudoga shukr yaxshiman. Yaxshi bo'lib. Endi Ota-onangiz sayyoqmi? Ha, ota-onam. Ular ham xursanddir o'zgarishdan. Xursand, hammalar xursand bo'lishib, nima qilishib, endi shu nima qilishyapti, endi xursand bo'lib. Siz ham davom ettiryapsiz muolajalarni. Agar sizni ham jigar bilan bog'liq muammolar qiynab, kasallik kundan kun chuqurlashayotgan bo'lsa, ikkilanishda turgan bo'lsangiz, Gepomer o'zi foyda beradimi, yo'qmi degan savollar qiynayotgan bo'lsa, bemalol mana shunaqa qabul qilib o'z fikrini aytayotgan insonlarga quloq tutishingiz mumkin. Bekzodjon aka o'zlari ham Telegram guruhlarida ham faolman deb aytib o'tdilar. Mana bugungi intervyu ham mana shu o'zgarishlarni tasdiqlab turibdi. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, mutaxassislardan batafsil ma'lumotlarni olasiz va hayotingiz sifatli tomonga o'zgarishiga biz ham ishonch bildirgan holatda ushbu intervyuni sizga boshdan oxirigacha ko'ring deymiz. Bizga qo'ng'iroq qiling.